Assalomu alaykum azizlarim, sog' salomatmisizlar? Sovqotmayapsizlarmi? Qishning mana haqiqiy kunlari boshlandi. Nasib bo'lsa bu qishning ham keragi bor, qorlar ham bizga kerak, sovuqlar ham bizga kerak. Bizdan xavotir olmangizlar. Mana peshkalar langillab yongan. Rahmat bolajonlarimga o'tinlarni o'z vaqtida keltirib tayyorlab qo'yishgan. Mana bu olovda yongan sho'rbaga nima yetsin endi, mana qarang, hozir qaynab chiqdi, ko'piklari olindi, endi mahsulotlari solinadi. Soat necha bo'ldi bilmadim-ku. Mana choylar qaynagan, ko'ryapsizmi? Choylar qanday qaynab o'tibdi. Hozir choylar damlab, to'xtang bolalari bilan choy ichamiz. Habibga sho'rba nasib bo'lsa. Endi qor yog'di, boshqa ish yo'q. Gullar nima bo'lsa bo'lsin. Shu gullar ham charchatib hammani. Rahmat azizlarim, sog' salomat bo'linglar, qishda sovqotmanglar. Bor imkoniyatingizni issiqlik darajasini ko'tarishga harakat qilingizlar. Mol hollaringizga ehtiyot bo'lingizlar. Tovuqlar ham esdan chiqmasin. Xayr azizlarim, xayr.